Xitayning pasport to'ziqi Uyg'urlarga qarshi xalqarалық urushdagi yangi sap. Xitoy zulmdan qochib chet ellarga chiqib olgan Uyg'urlarni xohlagancha tutib solash, majburiy emgakka silish va o'limga yuzlanishi mumkin bo'lgan oilalarni qaytib kelishga majburlash uchun ishlatkili bo'lmaydigan pasport chiqarmoqda. Chet ellardagi Xitoy bosh elchixonalarining chet elda yashayotgan Uyg'urlar uchun qasdtanlik bilan xato uchurlarni o'z ichiga olgan sayohat guvohnomasi chiqarayotganligiga va bu orqali chet elda yashayotgan Uyg'urlarning o'zi yashayotgan davlat tarafidan chegirdan qo'g'lab chiqarilish xatariga duch kelayotganligiga oid qanoatlar mavjud. Xitoy zulmiga duch kelgan Uyg'urlarning chet eldan Xitoyning qo'liga qaytarilib berilishi, ularning turmaga kirishidan yoki tarbiyalash markazlarida ta'lim olishidan va yoki qiyin qistoqlarga duch kelishidan derak berdi. 1998-yildan e'tiboran Qirg'izistonda yashayotgan Obulqosim Ismoil Telegraf gazetiga bergan bayonida mushila atiyozda Xitoy elchixonasining o'ziga yangi bir pasport berganligini aytdi. Uningga berilgan yangi pasportdagi rasm uning rasmi edi, ammo ism bilan tug'ilgan vaqti uningga oid emas edi. 1973-yili 3-avgust tug'ilgan Obulqosim Ismoilning pasportdagi ismi Asqar Nurmamat. Tug'ilgan vaqti 1966-yili 3-avgust deb yozilgan bo'lib, pasportdagi ism uning ismi bo'lmayla qolmay, pasportdagi tug'ilgan vaqtmi uningga taalluq emas edi. Obulqosim Ismoil Xitoy elchixona xodimlariga pasportdagi uchurlarning xato ekanligini aytgan bo'lsa-mu, ular uni pasportni qabul qilishga zo'rlagan. Pasportni to'g'rilamoqchi bo'lsa, shikoyat uchun Urumchiga berish kerakligini aytgan. Bu yil 52 yoshga kirgan Obulqosim navbatda nima qilarini bilolmay, iztirob ichida yashamoqda. U Qirg'iziston bexatarlik doiralarining nazarida soxta pasportga ega deb qaraldiganligi uchun yaqin mezgilda Qirg'izistonning Xitoyga yo'lga silib etilish xatariga duch kelgan. Telegrafga so'z qilgan Obulqosim mundaq deydi: "Agar vatanga qaytsam, meni turmaga tashlashidan ansirayman. Vatanga yo'lga silib etilsam, beshimga qandaq yomon ish kelar deb bak qo'rqib turibman." 2014-yildan e'tiboran Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan zulmi zo'r darajada oshdi. Xitoy hukumatı 1 milliondan ortiq kishini atalmış qayta tarbiyalash markazlarida, ya'ni jazo lagerlarida qonunsiz ravishda tutib turmoqda. Xitoy yana nurg'unlagan Uyg'urni namoz o'qiganligi, ro'za tutganligi uchun turmaga qamab jazoladi. Xitoyning chet ellarga chiqib ketganlarni nishonga olganligi aniq. Xitoy hukumatı har qaysi davlatlarni o'z davlatiga qochib berib olgan jongolik qochqinlarning o'ltiraqlashish salohiyatini bekor qilishi va ko'chmanlik qonunlariga uyg'un ravishda davlatimizga yoki uchinchi bir davlatga qaytarib etilishi uchun yipuchi bilan ta'minlaganligini bildirdi. Biroq Xitoyning kimni qochqin deb qaraydiganligi to'liq subyektiv masala hisoblanadi. Chunki Xitoy hukumatini tanqid qiladigan Uyg'urlar va Tibetlar qatorliq siyosiy muxoliflarni Xitoy jinoyatchi deb qaraydi. Xitoy chet el tuproqlarida o'zi jinoyatchi deb qaragan kishilarni tutish uchun kadr avatib, nishonlagan kishilarni maxfiy tutqun qilib turmaga solgan. Xitoy bu jihatdagi usullarni to'xtovsiz ravishda yangilab turadigan bo'lib, bu jihatda intayin ustunlik bilan harakat qilmoqda. Ilgirki yillarda har qaysi davlatlardagi Xitoy elchixonalari Uyg'ur qatorliq millatlarga yoki Xitoy hukumatiga nafrati bor deb qaralgan kishilarga pasport chiqarib berishni rad qilib, ularga pasport elish uchun vatanga qaytish kerakligi ta'limotini beradi. Vatanga qaytganlarga bo'lsa pasport bergili unmay, ularning chet elga sayohat qilishiga cheklama qo'yadi. Bu hol xalqaroda ayblashga duch kelgan edi. Mutaxassislar Obulqosimga xato ma'lumotli pasport berilishini Xitoyning jimiq turishni nishonlagan kishilarni bartaraf qilish jihatda yangi yo'l tutganligining alomati deb qaramoqda. Xitoyning kishilik huquq dafsandichiligini pash qilish asosiy xizmati bo'lgan Safeguard Defenders xizmatchisi Laura Hars mundaq deydi: Xitoyning o'zi xohlagan kishilarni qaytarib akilish uchun boshqa davlat amaldorlari bilan hamkorlik o'rnatib, ularni chegirdan qo'g'lab chiqarg'ish taktikasi ishlatib kelganligidan xabarimiz bor. Bu Xitoyning rasmiy siyosati. Xitoyning Obulqosim Ismoilga qilganida yangi hisoblanadigan, uning pasportidagi xato uchurlar sababli Obulqosim viza masalasida bir qator bosh qitinchilikqa duch kelganligi, oqibatda chegirdan qo'g'lab chiqarilish qismatiga duchor bo'lish mumkinchiligidir.
Obulqasım İsmail 1998-yili vətəndən ayrılıb Qırğızstanğa kelgan bo'lib, shuningdan keyin o'z yurtiga bir necha qitimli borgan. Keyingi 25 yildan e'tiboran yurti qaytib boqmagan. Uning yurtida qolgan tuqqanlarning hammasi 25 yillik mush mezgil ichida vafot bo'lib tugagan. Obulqasım Qirg'izistonda hayotni yangidan boshlab, keyin o'z oldiga restoran ochgan. Qirg'izistonda o'ylanib, bir necha bolaning dadasi bo'lgan. Obulqasım az mezgil Turkiyada va O'zbekistonda oshpaz bo'lib xizmat qilgan bo'lsa-mu, uning chet elga chiqqandan buyangi ko'pincha vaqti Qirg'izistonda o'tgan. Xitoy hukumati Xitoy Kommunistik partiyasining hokimiyatini davom qildirish va o'z nufuziga jang e'lon qila olish mumkinchiligi bo'lgan kishi yoki guruhlarni jimiqtirishni bosh nishon qilgan holatdadir. Chet ellarda yashayotgan Uyg'urlar Xitoyning darajadan halqagan kishilik huquq dafsandichiligining tunji pash qilguvchilari bo'lganligi uchun Xitoy hukumatining chet eldagi Uyg'urlar haqidagi andishasi bargancha eshib bormoqda. Obulqasım İsmail duch kelgan ahvolning sababining yana bir xil tushuntirilishi mundaq. Obulqasım 2013-yili 10 yillik Xitoy pasportiga erishgan bo'lib, 2013-yildan e'tiboran pasportini yangilash hojati tug'ilmagan Obulqasım İsmail shu yillardan hozirga qadar bo'lgan oraliqda Xitoy xodimlarining nazaridan tushib qolgan. Mutaxassislar yana Obulqasımning o'zi tug'ilgan G'uljida 1997-yili yuz bergan siyosiy namoyishga qatnashgan bo'lish mumkinchiligini yoki bu namoyishga munosabati bo'lgan kishilar bilan xato holda biror munosabati bo'lib qolganligini tilga olmoqda. Yana bir ehtimol Xitoy elchixonasi pasportdagi uchurlarni xato yozib qolgan bo'lib, masala ma'lum qilingandan keyin pasportdagi xatolikni tuzatishni xohlamagan bo'lishi mumkin. Obulqasım İsmail navbatda Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga musofir sifatida iltimos qilgan bo'lib, bu jihatdagi javobni saqlamoqda. Kechisi kelib beshimga qora xalta kiygizishidan, qo'llarimni bog'lab, meni Xitoyga qaytarib elib ketish uchun aydirimga elib mengilishimdan qo'rqaman, deydi Obulqasım İsmail. Kechalari ko'zimga uyqu kirmaydi. Yuragim to'xtamasdan ansiz so'qidi. Ayolimning sochlari bargancha oqirib ketyotdi. Aptapsili yig'lashga aran turdi. Balalar texmi bak qo'rqinch ichida. Saqchi kelib qolsa deb doim yonimda turishga tirishidi. Ammo rostilla saqchi kelib qolsa, ayol balalarimmi, menmi nima qila olaydiq? Nimishqa bundaq bo'ldi? Bu jihatda hech bir sabab bilmayman. Hozir men eng xatarli holatda. Men hech qachon bu qadar qo'rqib baxmagan edim. Mening qandaq bo'lishim tamoman ularning insofiga bog'liq bo'lib qolgandek his qilaman. Men hech qanday xato ish qilganim yo'q. Londondagi Xitoy elchixonasi Obulqasımning masalasidan xabar yo'qligini aytib, g'arb medialarini Xitoyning Iroq g'arbiga joylashgan Uyg'urlar yashaydigan zamin haqida yomon gumon asosida xabar ishlash bilan aybladi. Mazkur elchixona yana o'z davlatidagi barcha millatlarning inoq ittifoqlik ichida qonuniy huquqlari qo'g'dalgan asosda yashayotganligini aytdi va buning kishilik huquqqa haqiqiy e'tibor berish natijasida o'tirg'i chiqqanligini, bu inoq ittifoqlik manzarasining Xitoyning Sharqi Turkistondagi siyosatlarining isboti ekanligini o'tirg'i qo'ydi.